Assalomu alaykum. Hop, xudo xolasa mana yana bitta obyektimizda ishimizni bitirdik. Bu klientimizga 60 kvadrat atrofida ko'plik pol qilingan 4 tami 5 ta xona. Ham radiator ham qo'ydirdilar nabodosiga. Anaqa kichkina ekonomik yo'limizni ham qo'ydirdik. Avtomatika garelkalari bilan komplekt qilamiz buni. Ishlashlari yaxshi. Qizigandan keyin o'zi avtomatika gazni o'chiradi. Hop. Sirkulyatsiyon nasos postoyan ishlab turadi. Trashli bakimiz. Hozir birinchi yoqilgani uchun bor kuchi bilan ishlab turibdi kat yo'l. Avtopat bitkalari bilan qo'yib berganmiz. Xolasa har doim suvning davleniyasini kontrol qilib yoqib o'chirib turishlari shart emas. O'zi avtomatik to'ldirib turadi qachonki davleniya pasayib ketib qolsa. Gaz reduktor. Gaz bosimi o'ynayapti, shuning uchun gaz reduktor qo'yib berdik. EPA nasoslar sirkulyatsionni do'sh ham chiqib qolgani yo'q buni.